Mana xudo xolasa ertaga loyik rastvo'l keladi. Bugun mana bu yerda 3 ta armaturasini o'rnatib olsa ertaga bugun qo'yganini o'rnatib oldik. Farg'ona viloyatida bo'lyapti ishimiz. Bu 20 ga 50 santimetr padushka bo'lib, karkazlar 5 qator to'qilib, armaturalar. Mana bu betonni bo'yi 4 metr quyib chiqiladi shu yerda, xudo xolasa. Xizmat o'zi aytilaveradi akalar. Mana oldi shessigranli bo'lib, mana orqasida ham bitta shessigranli bor, ash to'g'rida. Bu oldida bor mana. Xudo xolasa bir bitgandan keyin videosini chiqaramiz.